Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda men Veko Gaming do'stlar. Bugun videoda sizlar bilan birgalikda parkurdan o'tamiz do'stlar. Qani bo'lmasam let's go bunachilar. Xo'sh, короче, bo'ldi. Bu safargi parkurimiz 2 barobar o'tar bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'sh, boshi biroz oson bo'ladi. Oson joydan tushib ketdim ha. Uyat lekin. Shunaqangi zo'r parkurish uchun uyat lekin. Endi bitta to'xtab turamiz, sakraymiz. Bitta narvon. Chiqamiz. Xo'sh, chiqdik. Endi ana suvga tushamiz. Tushdik. Oppa, daraxtlarga keldik. O'tgan safargi qismda mana shu daraxtlar meni asabimni yomon bo'ldi. Tugma bosilmadi, g'asht. Qaytadan o'taman yana. Buncha qaytadan o'tmayman, chunki bu checkpoint. Xorosh. Anchadan beri kanalimizda video chiqmayotgandi. Eng oxirgi qo'ygan videoyim Minecraftda skin qo'yish la'nati. Lekin to'g'ri kelasi bir kunda chiqdi, lekin undan oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Oddiy Minecraftda server ochish. Salkam 3 haftadan beri video chiqmayotgan ekan o'sha. Yomg'irga menda o'yinni oldin keltiramiz. Videomni hozir o'ynamayman. Salkam 3 haftadan beri video chiqmagan ekan o'sha oddiy Minecraftda server ochishdan keyin. What the fuck? Keyin to'g'ri video qo'yib yubordim. Obunachilar, sizlarga rahmat. Mesela salkam 3,5 ming obunachi ham bo'ldik. Mana checkpoint bor ekan. Checkpointga keldik bu yaxshi degan. Agar ushbu videoda 15 ta like yig'ilsa, mayli. Hech bo'lmasa checkpointga keldik mana. Ushbu videoda 15 ta like yig'ilsa, xudo xolasa hacker bilan ham video chiqaraman. Ya'ni do'stim hakerga 777 bilan ham chiqaraman. Erta sakrab olyapman-da, o'shaning uchun chiqamayapman. G'ishligim tutyapti. Nimaga meni kasal tutyapti? Bunaqa butun tutyapti. Zo'rdim-ku. Xorosh. Nima ishlayman? Tushib ketmay. Xorosh. Akalar, qaranglar, tushuntiraman. Buni bittasida tagida tilida bor, bittasida esa yo'q. Men buni o'qiganim akalar, qaranglar, tushuntiraman. Buni bittasini tagida tilida bo'lgan bo'lsin, tushib ketaman deb tilida bilan o'tib ulaman. Bittasida bu hech balo yo'q. O'sh, men olmadan sinab ko'raman. Bismillah. Olmadim, kelmadi. Vay ballim. Короче, akalar, narvonni pachog'i chiqdi. Qaytadan tuzatib oldim. O'sha akalar o'zi bu. Lekin men bu yerga keldim endi. Men u yoqdan checkpointdan boshlashim kerak edi o'zi. Nimaga men u yerdan boshlab ketyapman endi? Allamni. Tezroq chiqay endi. Yana shuncha joydan qaytaman. Bunchalik ko'p emas u. 2-3 ta daraxt bor. Buncha ko'p emas. 2-3 ta dona daraxt ekan, mana hech nima qilmaydi. Birimiz qilib o'lib qolmaymiz. Xorosh. Demak, yer xatliykan. Nabir. Yo'q shu. Vay! Bashasiga oyog'im bilan kim ko'rgan bo'lsa ham. Vay! Nimaga bitta boshlab ketaman? Checkpoint u yoqda-yu. Bля. Bu videomiz ham короче 6 minutlik bo'ladi deyman. 6,5 minut. Yoki 7 minut hozirning o'zida salkam 5 minut bo'ldi videomiz. To'g'ri, obunachilar videomiz juda ham qisqa bo'lib qolyapti. Buning uchun uzr, chunki menda faqat ko'p
ko'proq o'qishga vaqt sarflayapman. Bunun üstüge antenayam yaxshi chiqmayotgan edi. Internet ya'ni o'qiysan. Vay la'nati basharang oyog'im. Basharang oyog'im sallani. Bitta qo'ludi. Ay, shuni ham xato bosdim. Menimcha videomiz 6,5 minut bo'ladi. Точно 6,5 minut. Короче, obunachilar kanalimizni salkam 3,5 ming. Faqatgina 10 ta odam qoldi kanalimizni 3,5 ming obunachi bo'lishi uchun. Oy. Mana bunga bosib olishimga sal qoldi. Mana bu buni o'tdik endi. Biroz parkour qilib yo'q qo'shimiz kerak. Yo'q, shu obunachi endi bitta drop qilishimiz kerak ekan. Men buni qilaman. La'nati o'xshamay qoldi. Va biz parkour mana menga taxta qo'ygan. Olmos bloklar bilan olmoslar hammasini olib ketamanman. Men boy bo'lib chiqib ketaman bu yerdan. Obunachilar videomizga 7 minut bo'ladi. Hammasi olib ketaman. Men boyman endi. Men boyman obunachilar. Men boyman. Bittis oltin. Yaxshi obunachilar. Hammasini olamiz. Bloklarni ham olib ketamiz obunachilar. Obunachilar videomizga 7,5 minut bo'lyapti. Sizlar mana bularga qaranglar obunachilar. Kelib qo'yinglar. Shu bilan videomiz o'zingizga yetadi obunachilar. Like bosib kanalga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Chunki biz endi Ramazon oyi oxirigacha 4 bo'lishimiz kerak. Hozirgi maqsadimiz 5 obunachi. Hammaga xayr. Bugungi videomiz tugadi.